O'zbekiston xalq artisti Saida Rametova og'ir judolikka uchradi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. O'zbek kinosi va teatrining taniqli vakili, O'zbekiston xalq artisti Saida Rametovaning onasi 90 yoshda vafot etdi. Bu haqda aktrisa o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Zahroxon ona Soliyeva 90 yoshida olamdan ko'z yumdi. O'zbek Milliy akademik drama teatri jamoasi Saida Rametova hamda uning oila a'zolariga hamdardlik bildirgan. Qalampir o'z marhumani oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiradi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 15-iyul kuni O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etgan edi. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.